Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga to'rbaloli laboni obzor qilib beraman. Buni qulaylik tomonlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu labomiz ikki xil rangi sotuvda mavjud. Manzil Qo'qonda joylashgan. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Narxlari hamyonbop. Labolarni ishini bemalol qilib beradi. 1 tonnagacha yukni bemalol ko'taradi. Borti 180 ga 120 bo'ladi. Shipper lesalar bemalol sig'adi. Balonlari palovosli. Oynalar ko'rishingiz mumkin, tonirovkalar tortilgan bo'ladi. Tepada projektorlari, bagajlari bor. Old qismiga dugalar qo'yilgan bo'ladi. Mana salon qismi. Tepada luki bor. Luki ikki xil rejimda ochiladi, ventilyatorlargacha qo'yilgan bo'ladi. Gaz tormoz pastda mashinaga o'xshagan bo'ladi. Rollarni ko'rishingiz mumkin. Ichki dizayni chiroyli qilib ishlangan, avtomat korobka, zadniy kameralargacha bor. Elektronli mashinachalarimiz narxini $2100 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Birma-bir sizlarga tushuntirib o'taman. Oq rangini ko'rishingiz mumkin. Oq rangi ham chiroyli chiqqan. Salon qismlari juda chiroyli ishlangan. Avtomat korobka. Bu elektronli muraveyimiz 1 tondan bemalol ko'taradi. 70-80 kilometrgacha yuradi. Garantiyalarigacha beriladi.